Mübarek olsun. Norge Uygur Komitemiz 2003 yılı kurulgandan bu yan her yili Noruz faalitini ötküzüp icraat yaşayotgan qeyrindoshlarımızın manevi turmuşuna azırak bolsunmu royu cihetini ozuq boluş üçün tirişip kelyapti. Bundan keyin men şundaq qilgisi. Mana hazırның özümü bayram münasebeti bilen cemaat bir jam bolduk. Bu yılki Noruz bayramını yani Norvegiya Noruz şadlığı faaliyetimizin bütün tayyorlik hizmetlerini Mömincan başçılığındaki Norvegiya Uygur Komitemizin sanat komitesidagilar mas'ul bo'lib o'rinlashtirgan. Bizning undaq bir gap bor. Odamning qadr qiymati uning egallagan bilimining miqdori bilan emas, balki o'z xalqiga qanchalik naf berganligi, to'kib yaratganligi bilan o'lchanadi. Demak, bizning bu artistlarimiz bugungi mod mazmunli sanat numurlari bilan ko'pchilikka ro'y ozuq bergisi, güzel əslimlərini qaldırğısı. Biz bu qeyrindaşlarımızga ve ularını qollab quvvatlagan ailesidagilarga alayda rahmat aytamiz. Sözümün ahirinde Bəttimiz Şərq Türkistandagi bir şairinin Noruz to'g'risida yozgan bir qo'bul she'r bilan tamomlashni loyiq ko'rdim. Noruz kuldi, gul kuldi, gulning yaproq bo'lg'aymi? To'nglar erib achchigan tuproq qaymoq bo'lg'aymi? Gulbuk surgan chimanda o'g'loq tortib qiz qo'g'lab, kulgan Noruz aklining uni yangroq bo'lg'aymi? Rahmat.